Uyg'urlar diyoridagi qadimiy madaniyat markazi bo'lgan Qashqarning chiqilishidan 15 yil o'tganda, ayni vaqtda bexatar shahar muhiti barpo qilish nomidagi bu zo'r qurilishning Qashqar bilan to'xtab qolmaganligi, bundan keyincha har qaysi shahar va noyalardagi simvollik islom binokorligi namunalarini chiqishga yuzlanayotganligi har soha kishilarining zo'r diqqatini va noroziligini qo'zg'ab kelgan edi. 2018 yildan boshlab yuqori pallaga chiqqan ommaviy qabristonliklar va bir qism mozorlarni chiqish hamda ko'chirish qurilishi buningdagi yangi buzg'unchiliklarni namoyon qildi. Bo'libmi o'tgan bir necha yildagi qabristonliklarni yutkash qurilishida Xitoy hukumatining oshkor holda e'lon chiqarib, qabr egalarining bir necha kun ichida qabrni yutkab bo'lishini talab qilishi bu qurilishlarning to'liq jiddiy tamom bo'ladiganligidan derak bergan edi. Shu vaqtda bir qism analizchilar bu vaqtda fikr qilib, Xitoy hukumati Uyg'urlarning hayotlik faoliyatlarini to'liq kontrol qilib bo'lgandan keyin endi buningga qanoat qilmasdan ularning oxiratlik makonini kontrol qilishga o'tmoqda degan edi. Albuki yaqindan buyon bu xil yo'sinda chaqirtirilgan qabristonliklar va mozorlarning o'rinda borliqqa kelayotgan yangi muassasalar bu xil qabr chiqish faoliyatiga yo'shirmagan muddaolarni oshkora ko'rsatishga boshladi. Washington shahridagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 2019-yili maxsus bu vaqtda doklad tayyorlagan bo'lib, uningda Uyg'urlar diyorining har qaysi joylaridagi masjidlarning chiqilishi ahvoli tunishtirilgan edi. Mazkur tashkilotning mudiri Ömer Qanot Efendi bu to'g'risida ziyoratimizni qabul qilganda, navbatdagi mozorlar va qabristonliklar uchrayotgan vayronchilikning shu masjid chiqish harakatining davomi ekanligini bildirdi. Bu butunlay shu Xitoy hukumatining Uyg'urlar qarata ilib berayotgan qirg'inchilik harakatidagi bir qismi. Chunki qabristonlik bizning uchun ajdodimizningki, ota-bobolarimizningki ko'milgan makon. Qabristonliklar degan bizning uchun muqaddas yerlar, chunki bizningki ota-onamiz ko'milgan, ajdodimiz ko'milgan, berib ularni ziyorat qilamiz. Bizningki o'zimizningki ajdodlarimizga, ota-bobolarimizga hurmatimizni bildiramiz. Bizni qanchalik g'azablantirganligini buni Xitoy hukumati. Shuni bilib turib qilyapti. O'liklarimizni hozir kech qo'ymaganmiz. Tiriklarimizni mandaq qisqa zulm qilyapti. O'liklarimizni bizning o'lgan ajdodimizni, ota-bobolarimizni bu shaklda azoblayapti Xitoy hukumati. 28 aprel kuni Twitter va Facebook betlarida Xotandagi markaziy qabristonlik 2019-yilda ko'chirib o'tilgandan keyingi uning sun'iy amroqdan tortilgan eng yangi surati e'lon qilindi. Angliyadagi Nottingham universitetining professori, Uyg'urlar diyoridagi islom dini va madaniyati sohasi bo'yicha maxsus izlanayotgan doktor Ryan Sam o'zining Twitter betida buni tunishtirib, mazkur qabristonlikning qiyofatidagi o'zgarishning jonliq kartinasini ta'min etdi. Doktor Ryan Sam bu vaqtda ziyoratimizni qabul qilganda bu xildagi qabristonliklarning chiqib o'tilishi hamda ko'chirib o'tilishining Uyg'urlar uchun bakmu muhim bir ma'naviyat hodisasi ekanligini bildirdi. For many Uyghurs, the shrine or mazar is the place where people can go. Nurg'unlagan Uyg'urlar uchun mozorlik yoki qabristonliklar kishilar maxsus ziyorat qilib, ruhiy jihatdan shifolik, mag'firat yoki farzandlar qildigan bir turlik muqaddas joy. Shundaqla kishilar ma'naviy jihatdan mushu orqali o'zlari bilan Xudo yoki har qaysi avliyolar o'rtasida bir turlik bog'lanish his qiladi. Yana bir qism mozorliklar bo'lsa Uyg'urlar uchun yaqinqi mezgillargacha bayramlik to'planish o'rni bo'lib kelgan. Hozir bundaq ishlar asosan qilindi. Shu sababdan qancha dindor bo'lmagan Uyg'urlarmi bundaq joylarga kelganda boshqalar bilan birlikda duoga qo'l ko'taradi. Chunki bundaq o'rinlar Uyg'ur diyoridagi tarixiy manzaraning bir muhim tarkibi of the Uyghur region. Mush yo'sinda vayron qilib o'tilgan qabristonliklar ichida bakmu simvollik ma'niga ega bo'lgan mozorlarning biri Xotandagi Imom Osim mozori bo'lib, shu joydagi Uyg'urlar uchun umlik va ma'naviy birlikning vositasi bo'lib kelgan edi. Ryan Samning bu hodisalar haqidagi Twitter yozuvlari e'lon qilingandan keyin Angliyadagi Yahudi zo'r qirg'inchiligi xotir fondi buni ham bayonlab, Ryan Samning yozmasi Xitoy hukumati ijro qilayotgan diniy muassasalarni va qabristonliklarni ko'zdan yo'qotish harakati jarayonida Uyg'ur madaniyatining qaysi yo'sinda xarob qilinayotganligini bakma aniq tasvirlab berdi dedi. Doktor Ryan Sam Xitoy hukumatining bu xildagi mozorlarni va qabristonliklarni vayron qilib o'tishiga qaysi omilning shuncha zo'r turkilik rol o'ynaganligi haqida so'z bo'lganda, Uyg'urlarga xos barliq madaniyat xalqlarini ko'zdan yo'qotish xohishining yetakchi o'rin egallaydiganligini bildirdi. It's a part of an effort really to eliminate Uyghur culture or to transform it Bu into ameliyatda something Uyg'ur madaniyatini yo'qotish yoki Xitoy madaniyatini aylantirish tirishchiligining bir qismidir.
Chunki bu xildagi mazar ziyorati va qabriston yig'ilishlari har qachon shu qabrlarga ko'milgan kishilarning faoliyatlarini, o'tmish xotiralarini kishilarga eslatib turdi. Yana bir yoqdan Uyg'urlarga ularning o'zgacha bo'lgan an'anaviy qarashlarini eskartdi. Sizning bu xabaringiz bo'lganda Xitoy hukumati hozir Uyg'urlarga xos bo'lgan madaniyat faoliyatlarini man qilyapti. Ular hozir Uyg'ur go'daklarining Uyg'ur tili o'rganishini man qilish bilan qolmasdan yana kishilarning uylaridagi Uyg'urcha uy jabduqlarigacha o'zgartib bo'ldi. Yana bir yoqdan qaraydigan bo'lsak, qabristonlik yoki mozorlik Uyg'urlar to'planadigan muqaddas joylarning biri. İlgili bir qism mazarlar ko'rsatilgan bo'lsin, buzib etilmagan. Amdilikda bo'lsa, bu xildagi mazarlar ko'p qism joylarda vayron qilinadi. Bularga ergashib Uyg'urlar jon uzgandan keyin ko'milgan hamda muqaddas sanaladigan bir qism cho'ng qabristonliklarni chiqariladi. The graves of the people who are usually buried around these holy sites. Ömer Qanat efendimning bildirishicha, bu xildagi mahkum millatning qabrlarini buzish qilmishi natsistlar Germaniyasi davrida bir qatim ko'rilgan hodisa bo'lib, navbatdagi Uyg'ur qabrlarining chiqilishi va ko'tarilishini shu xil natsistlarga xos hodisaning takrorlanishi deyish butunlay mumkin ekan. Albatta dunyo hechlarni chiqilishi, mozorlarniki vayron qilinishi bu butun dunyoniki bunga nayt bir ciddiy qarash kerak. Chunki o'sha 1938-yili noyabr oyida masalan bu Germaniyada bu faşist Germaniyasida bir akşamın içinde 400'den şu Yahudilerin sinagogları, mazarlıkları şu faşistler tarafından vayron qilindi, ko'ydirildi. Bu şu hareket onu ilaka kristal naxtaydi bu tarix boşunda da atalgan ya faşist Germaniyasındaki Yahudiler karşı gidip beriyotgan şu zo'ravonlik hareketida bulguş bir noktası olan. Hem de aşırıda gelip verilgan aşı kırgınçılıktaki bir işareti olan. Bu şu mazarlarının yok kılınışı, vücutlarının yıkılışı, o Xitay hükümetinin Uygurlara karşı elip verilen kırgınçılık hareketine bir buruluş noktasıymış o. Bununla dünyanınki emdi bununki neler buldu, dünyanınki boşunun aldığını ilişkin için bir hareket ötüş gerek. Bu bir işaret bu. Doktor Ryan'ın Twitter betida ko'rsatilishicha, Xotan shahridagi markaziy qabristonlik o'tgan yili ko'chirib o'tilgandan keyin uning o'rniga yangidan g'oyat zo'r ko'lamdagi mashina to'xtatish maydoni yasalgan. Navbatda bu maydonga liq kelgan turli mashinalar bu joyning to'limi avod bir savdo va iqtisod markazi uchun xizmat qilayotganligini namoyon qiladi ekan. Qabristonlikni yo'tkash shahar xalqining turmushiga qulaylik elib kelishni ko'zlagan yo'l qurilishi yoki boshqa zo'r ko'lamlik qurilishning ehtiyoji bo'lmagan ahvolda yo'tkilib, uning o'rniga mashina to'xtatish maydoni paydo qilishdagi xalitilik haqida so'z bo'lganda Ryanson buning madaniyat meroslarini vayron qilishdan boshqa narsa emasligini ta'kidladi. The notice that the government put up about the asking people to tell them about who's buried in there to claim the Qabristonlikni ko'chirish haqidagi hukumatning qarshi qaraydigan bo'lsa, uningda ayni vaqtda qabri egalaridan tezdan bo'lish lozim. Chunki bu qabristonlikni yo'tkazishning shahar taraqqiyotiga munosabatli zo'r ish keladi. Buning bilan shahar qiyotining texnik qadri va go'zal bo'lishi uchun bir muhim qadam ilinganligi aytilgan. Aslida bu qabrlardagi u insonlar yetarli va kengri joyda yetayotganlar edi. Endilikda bo'lsa mashqarlik holda bu qabristonlikning o'rniga mashina to'xtatish maydoni yasalmoqda. Shahar ichidagi muayyan qimmatga ega qurilishlarni yasaydigan va qo'llab qoldirgan ish bo'lgan bo'lsa, buni shahar taraqqiyotining ehtiyoji deb tushuntirish bo'ladi. Bu xildagi buzg'unchilik yolg'iz shahar doirasidagi joylar bilan cheklanib qilinayotgani yo'q. Yaqinda yana Niyan Nois tavasidagi tumliqning ichkarisida joylashgan hech kimga putlashmaydigan imom Jafar Sodiq mezori chiqarildi. Qaraydigan bo'lsak, buni chiqaratgandan keyin uning o'rniga hech qanday qurilish tushmadi. Amaliyotda hech qanday bir qurilishga ehtiyojmi yo'q. U degan cho'lning ichidagi yagona mizor. Bu faqat oshkorli Uyg'urlarning madaniyat meroslarini vayron qilishdan boshqa narsa emas. In order to destroy this piece of cultural heritage of the Uyghurs.